Agarda sizlar injektorni tozalatmoqchi bo'lsangiz yoki antifrizni davleniya orqali mashinaga quydirmoqchi bo'lsangiz, Aravan rayonidagi Do'stlik ayl hukumatidan 100 metr o'tib, mana shu avtoservisga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu yerdagi ustalar mashinangizga antifrizni o'zgacha uslub bilan qo'yib berishadi. Aniqrog'i, avval sovutgich sistemadan davleniya bilan havo chiqarilib yuborib, keyin esa yana bosim berish bilan antifriz quyiladi. Bunday uslubda antifriz quyilganligi sovutgich sistemada havo yo'q bo'lganligi sababli antifrizni sirkulyatsiya bo'lishi osonlashadi. Injektorlarni tozalash xizmati esa avval ultratovush vanna ichida tozalanadi. Keyin esa davleniya berish orqali utechkani tekshirib, so'ng tozalovchi suyuqlikni bosim bilan berib tozalanadi. Injektorlarni tozalash kuyuvchi moylarni sarfini ozaytiradi va mashinani stabil ishlashga yordam beradi. Bu xizmatlardan tashqari, bu yerda zamena masla qilish xizmati ham bor, hamda razval sxojdeniyani to'g'rilash xizmati ham bor. To'liq ma'lumot uchun 0998 28 28 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.